kelibsiz. Nima zakaz berasiz? Yaxshi qiz, hozir sherigim keladi. Injiq, ego, uncha narsa yoqmaydi unga. O'shani ko'nglini oladigan biror narsa olib kelarsiz, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Bizda любой qizga yoqadigan narsalarimiz bor. Ey, nima qolsan o'tda? O'tir bu yoqqa kel. Menga gapiryapsizmi? Ha, senga gapiryapman. Kimga gapiraman boshqa? Tanimagan odamingizga gapirasizmi siz? Nima? Men sizni qizingizmanmi, tanishingizmanmi, singlingizmanmi? Tavba qildim. Qizlarga gap olish boshqa usulni toping, xo'pmi? Rostdan g'alati qiz ekan-a? Ha, aytdim-ku, shu kasali bor shunaqa. Eski kasali boshladi yana. O'sha yerga borib o'tiraman, xo'pmi? Xo'p. Yoningizga o'tirsam maylimi? O'tirib bo'lgandan keyin so'raydimi? Ha? O'tirsangiz o'tiravering, faqat menga gapirmasangiz bo'ldi. Bu qizimizni ko'ngillari nozik ekan. Chiroyli qizlarning ko'ngli nozik bo'ladi deyishardi. Bularni ham nozi bor ekan-da. Siz nima o'zingizdan ustimdan kulib tashyapsiz? Boring joyingizga borib o'tiring. Ye. Hazillashdim, yaxshi qiz. Nima buyurtma qilasizlar? Nozik, chiroyli qizlar yeydigan shirinliklar bormi? Bor shunaqasilar. Olib keling unda bitta. Xo'p. Yaxshi qiz. Siz mana bunaqa shirinliklardan oling. Yemayman. Oling bo'pti. Ha, bo'pti, qo'ymadingiz, mayli. Bo'pti, chehrangizni ochib o'tiring. Uf, gapirmay deb yana gapiradi-ya. Begona bolalar bilan gaplashmaysizmi? Yo'q. Mayli, unda men ketdim. Hisob beraverasizmi? Qayerga ketasiz? Ha, uyga? Mana hisoblaringiz. Mana yaxshi qiz. To'lab qo'yarsiz. Voy, nima o'tganligingiz narx? Men arzon joylarda o'tirmayman. Tanishlarim bilan o'tirsam, o'zim to'laydim. Afsus, begona ekanmiz. O'zingiz to'laysiz endi. Ayog'i o'zingiz to'lavering. Men bitta duo qilib qo'yaman sizni. Ilohi amin. Baxtingiz ochilib ketsin. Allohu akbar. Duoyingiz kerak emas menga. Puli to'lang bo'ldi. Voy, men pul olib chiqmaganman, Siroch aka. Mayli, to'layman. Bitta shartim bor. Qanaqa? Bitta o'pib qo'yasan. Mayli. Ko'zingizni yumtiring, Siroch aka. Ey, nima bu? 10 ta restoran qarz bo'ldingiz. Yo'q, ey. To'lab qo'yarsiz, shu yerda. Jinni.